Qora Gentra avtomobili, ko'rib turibsizlar, avariyli holatda. Oldi mordasidan urilgan bu ham. Imminda balon ходовой udar bo'lgan. Mana shu ходовой yulinib ketgan. E'tibor bersanglar, amazarti stoykalari chiqib ketgan. Bu balon o'sha polaga borib tekkan. Eshiklarni qopqog'idan ajratib yuborgan akalar, e'tibor bersanglar, lekin bakovi butun. Laboylari sindirib yuborgan. Stoykalar ketgan, yuki butun. Ko'rib turibsizlar bu avariyli mashinani. Buni ham avariyli holatda sotib olganmiz. Motorni atsagini ham ko'rsanglar bo'ladi. E'tibor bersanglar, motor podushkalaridan yulinib tushib qolgan. Amerikanka faralari bor ekan. Rangi qora emas, chokko akalar. Eng qizig'ichi akalar, mashinamizga Mercedes-lar qo'yib qo'yishgan, airbaglar otgan. Bu tomonlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashina ideal holatda. Bu tomoni butun edi. Bu mashinani evakuatordan tushirayotganimizda tushib ketib, devorga tegdi akalar. Buni qaranglar. Yo'q joyda mana shu bo'lib qoldi. Endi bu udari oldida, bu hech nima emas akalar. Xullas ko'rdinglar, mashinamizni nerealli, strashniy holatda DTP sodir bo'lgan. Bu mashinani avariyli holatda sotib oldik. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar sotib olamiz. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz bilan bog'lanib, avariyli mashinalarni zo'r narxga baraka qilishingiz mumkin.